Assalomu alaykum hammaga. Bugun bitta rivoyatni aytib beraman deb niyat qilgandim. Bu rivoyatni menimcha hamma eshitgan, hamma menimcha tushunarli darajada eslab qolgan deb o'ylayman. Endi eshitmaganlar uchun, eshitganlar uchun eslatma, eshitmaganlar uchun bir yangilik bo'lishi uchun aytaman deb niyat qildim. Bu rivoyat shundan iboratki, o'tmishda qaysidir payg'ambarga shunday vahiy tushgan. Endi u payg'ambarni men eslolmayapman, qaysi payg'ambar. Shu rivoyatni qaysidir kitobda yoki bir YouTube'da audiosini eshitib qolgandim. Aniq eslolmayapman. Bu rivoyatni nima uchun aytayotganimni aytib bo'lganimdan keyin tushuntirib aytib beraman. Shu payg'ambarga shunday vahiy tushibdi. Mana shu 70 yildan beri ibodat qilayotgan falonchi bandamni do'zaxga tashlayman debdi. Unga borib ayt debdi. U payg'ambar aytibdi birinchi marta, menga farqi yo'q debdi. Nima qilishim kerak debdi. Yana ikkinchi marta shu hol takrorlanibdi. Yana uchinchi marta borganda shu odam unga payg'ambar aytibdiki, sen nimaga bunday deyapsan? Axir seni do'zaxga tashlayman deyapti. Ibodat qilganingni foydasi yo'q deganida jilmayib qarab, menga shu ibodatni qil deb Xudo buyurdi. Menga taklif qilgani yo'q yoki ixtiyor ham bergani yo'q. Menga buyurdi, mana shu ibodatni menga qil. Men seni shu uchun yaratdim deb. Men uni ihota qiladigan, ya'ni xohishim bilan, qandaydir shaxsiyatim bilan o'lchashga haqqim yo'q debdi. Shu dunyoni o'zida oddiy podshohni buyrug'iga amal qilmagan, itoat qilmagan inson qanday ahvolga tushyapti? Hamma bilib turibdi. Qiyomat kuni esa Xudoni buyrug'iga itoat qilmagan odam xor bo'ladi faqat. Maza qilib jannatga kirib ketmaydi debdi. Xudo aytibdiki, men ana shu gapini kutib turgandim. Shu gapni aytishini bilib shu sinovni qilgandim debdi. Bu rivoyatdan oladigan hikmatimiz, shundan oladigan ma'no nima demoqchi bo'lsangiz, bu hikoyadan shu narsani aytamanki, hozirgi kunda bizni tushkun ahvolga tushiradigan, Allohning izmi bilan endi biz sinovdamiz har qadamda, har nafasda. Ana shu ba'zi bir insonlar bo'ladi, sen o'qigan namozing nima bo'ladi, tutgan ro'zang nima bo'ladi deydigan odamlar bo'ladi-da. Shunday deb tushkun ahvolga tushiradigan odamlar bo'ladi-da. Ularga aytish kerak, biz ibodatimiz qancha miqdorda savob beriladi yoki berilmaydi, qabul qilinadi, qilinmaydi. Bizga musulmon bo'l, islom diniga kir deb buyurilgan, ixtiyor berilmagan, taklif qilinmagan. Buni qiziqishga bizni ham, seni ham haqqing yo'q. Qancha miqdorda ro'za tutamiz, qancha miqdorda namoz o'qiymiz, buni Alloh hal qiladi miqdorini. Bizga esa buyurilgan buyruqqa amal qilishdan boshqa narsaga izn berilmagan deyish kerak. Endi bu ham bir sinov. Ana shunday insonlar chiqib sizni ibodatingizni qandaydir taroziga solib hisob-kitob qilmoqchi bo'ladi. Ular o'zi aslida hech kim emas, hech narsa emas bunaqa insonlar. Shunaqa insonlarga aytish kerakki, o'zing ham ibodat qil. Bunaqa gaplarni aytishdan ko'ra ibodat qil deyish kerak. Endi men bu gapni aytishimdan maqsad, o'tmishda menda ham shunaqa voqealar bo'lgan, o'zim qarindoshlarimda yoki bir qaysidir insonlarda alam ustida sen o'qigan namozing nima bo'ladi? Masjidga borib yuribsan yoki kitob o'qib yuribsan, nima bo'lardi? Unday-bunday deb mana shu janjalini, qandaydir narsani ro'kach qilib, undan tutilayotgan maqsad nima bu gapingizdan deganimda, o'qima namoz, benamoz bo'lib yur, yomon inson bo'lib yur. O'zingni yaxshi insondek tutma deb aytganda, men indamay qo'yavergandim. Ba'zi bir insonlar bo'ladiki, bir insonni tushkun
kayfiyatga tushirib, mahzun qilib, shaytonni yo'liga ergashtirmoqchi bo'ladi. Endi o'zi Xudoni yo'lida yurolmayotgani unga qattiq alam qilyapti. Undan yoshlar Xudoni yo'lida yuribdi, tavba qilyapti, gunohdan chetlanyapti. Ana shuning uchun uni jahli chiqadi. Aksar holda ana shu insonlar yoshi kattalar bo'lib chiqadi. 40 yoshli, 30 yoshli, 50 yoshli insonlar ichida alami bor, o'zi tavba qilolmayapti, o'zi ibodatda yurolmayapti. Shuning uchun yoshlarga bema'ni narsalarni maslahat qiladi. Endi shuni ziddida ibodat qilib, tavba-tazarruf qilib yurganlar bor, shu tengdoshlar. Hamma har xil maslahat beradi. Insonga quloq bilan ko'z, miya bekorga berilmagan. Birovni gapirayotgan gapini ihota qilish kerak, ya'ni tahlil qilish kerak. Bu inson nimaga unday deyapti, nimadan kelib chiqib bunday deyapti, gapirayotgan gapi shaxsiymi yoki ommatan hammaga qaratilganmi? Ommatan agar hammaga qaratilgan bo'lsa, uni gapini tushunsa bo'ladi, lekin shaxsiyatga o'tadigan bo'lsa, u inson kim bo'lsa ham uni gapiga qaramaslik kerak. Chunki hasadi bor, ichida alami bor ahmoq befarosatlar birovni shaxsiyati bilan shug'ullanadi. Shulardan chetroqda yurish kerak. Mana shu rivoyatdan olinadigan foyda mana shu bo'ladi. Sog'-salomat bo'linglar, xayr, kanalimga a'zo bo'linglar. Keyingi videolarni kutib qolinglar. Like bosayotgan, meni kuzatayotgan insonlarga rahmat.